Xayrli kunlar. Bütün dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Mening yana bu Nazi China Stop Uyg'ur Genocide namoyishim davomlashyapti. Davomlashyapti vatandoshlar. Men bugun bu namoyishim orqali ko'pchilikka bir xabarni deb qo'yay dedim, vatandoshlar. Facebook'ta taqilib va to'plarda bo'layotgan xabarlarga asoslangan chaqda mushu oyning 17-kuni davlatimiz Norvegiya hukumatı Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa guvohlik yig'ini ochmoqchi ekan parlamentda vatandoshlar. Bu biz Norvegiyada yashayotgan Norvegiya grajdani bo'lgan ham bo'lmagan ish qilib Norvegiyaning oshnini yeyotgan insonlar uchun aytgan chaqda nihoyat muhim bir xush xabar. Norvegiya hukumatimiz, davlatimiz sizlar bizlarga o'xshash jonivorlarga osh berib, non berib, ish berib, o'qitish o'rinlari berib, hatto yetib olganlarga osh berib o'tirib, dardimizni anglagandan boshqa, ya'ni bugun vatandagi Uyg'urlarning Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqida guvohlik yig'inini mushu oyning 17-kuni Norvegiya parlamentida o'tkazmoqchi ekan vatandoshlarimiz. Shu sababdan Norvegiyada yashayotgan, mush davlatning oshnini yeyotgan vatan millatning shu qonzor badaliga, shularning qon yeshi badaliga guvohlikni elib, bu davlatda xotirjam yashayotgan insonlarga deydiganim vatandoshlar, 17-yillardagi bu fursatni yaxshi bilayli, mumkin qadar Norvegiya parlamentining oldiga yig'ilayli. Yig'lanmaydigan insonlar bo'lib qolgan vaqtning o'zida sotsial mediadan bo'lsin, shu kuni bir qator bir tavrayli vatandoshlarimiz ma millatning bir qiyniga nisbatan aytgan vaqtingizda guvohlik yig'ini shundoq mu emas mu degan. Meningcha Xudoyim bo'lsa irqiy qirg'inchilik deb to'nuydi deb turib o'ylaymiz. Shundoqdimi? Sizlar bizning guvohligimiz muhim. Biz faqatli guvohlikni shu 5-6 ga yaqin irqiy qirg'inchilik guvohliklar shohidlarga tashlab berib, biz jim yetib olsak, yana bu yetarlik bo'lmaydi deb o'ylayman vatandoshlar. Shuning uchun 17-yil kuni bu vaqtda mushunga munosabat kishilar uqtirishlarni chiqarishi mumkin, e'lonlarni chiqarish mumkin. Men anglagan xabarimni ko'pchilikka yetkazib qo'ydik vatandoshlar. Norvegiyaning oshnini yegan vatan millatning shu qon qarzi badaliga, ya'ni siz vatanda irqiy qirg'inchilik yo'q, Xitoy bizni qirmadi desangiz, bu davlat sizga guvohlik bermaydi, panohlik bermaydi. Shundoq panohligini elib o'ltirib, endi oshiningmi bo'lsa 1 soatlik yoki 2 soatlik tuz haqqini ado qiladigan vaqt keldi vatandoshlarimiz. Biz ilgari u namoyishni dedik, bu namoyishni dedik, har turli namoyishlarni qilib keldik. Shundoq bo'lsa-ma, bu qadimqisini men muhim deb turib o'ylayman. Xitoyga Norvegiyadan etilgan bir pay, yana bir pay o'q deb turib o'ylayman. Irqiy qirg'inchilik deb turib to'ngan ahvol ostida bir o'q deb o'ylayman. Shuning uchun butun dunyodagi vatan sevgan qarindoshlarimizni uning namoyishi, buning namoyishi o'qitdi, bo'qdi degan yo'qollang tukugi to'xtamaydigan paranglarni qilmay, hammamiz mumkin qadar 17-yil kuni Norvegiya parlamentining oldida yig'layli. Yig'lanmagan qarindoshlar menga o'xshash sotsial mediaga chiqib o'tirib, "Ey Norvegiya hukumati, bu bir irqiy qirg'inchilik. Sening adolatingga ko'z yummaymiz. Xitoyniki bu irqiy qirg'inchilikqa sanmo o'tirib hech qanday vaqt ko'z yummagan, irqiy qirg'inchilikda to'tonigan, ovoz chiqargan deb o'tirib, biz o'zimizning faoliyatini shu kunim bo'lsa davom qilaylik vatandoshlar." Men ilgari videolarni un taqib qilinglar, buni taqib qilinglar degan gaplarni demadim. Norvegiyada yashayotgan qarindoshlar bo'lsa, bu videoni taqib qo'yinglar vatandoshlar. Xalqimiz bilsin, shundoq bu cho'ng fursatning kelganini bilsin, jimiyatmisin demoqchi vatandoshlarimiz. Ko'rishchaman bo'laylik vatandoshlarimiz. Xo'sh.